Assalomu alaykum, Navrizon Flowers obunachilari. Bugungi kunlaringiz xayrli va barokatli bo'lsin. Hammamizda xonadonimizda tinchlik, totuvlik bo'lsin. Mana shunday chiroyli gullarni gullatib, yashnatib, chiroyli qilib o'stirish hammamizga nasib etsin. Mana shu chiroyli Aglaonema Diamond First sortini kesib oldim ko'paytirishga. Kesgan jarayonimni sizlarga ko'rsatmadim. Lekin mana shunday hamisha aglaonemalarni ko'paytirishga qo'yganimda mana shunday qattiq yog'ochlashgan joyidan kesib olaman. Hech qachon yumshoq joyidan kesib olmayman. Mana ozgincha shira ajralib chiqadi. Suyuqlik shular yuvilib ketsin deb 1-2 minutga suvga solib qo'ygandim. Endi buni ko'paytirishga qo'ymoqchiman. Juda beozor sort. Bilasizlar, bizda Surxondaryoda kun rosa issiq bo'ladi. 45-50 gradus desak ham bo'ladi. Mana shu gulim aglaonemam hovlida rosa chiroyli bo'lib o'sdi. To'g'risi. Hech qachon bir barglarda dog' paydo bo'lmadi, uchlarida qurish paydo bo'lmadi. Naves tagida turardi. Hovliga suv sepganimda bularga ham oddiy gullarga suv sepadigan nimamizda, idishimizda suv separdim, namlik berib turardim. Namlikni ham yaxshi ko'taradi. Yorug'lik tushmaydigan joyda ham yaxshi o'sadi. Eng beozor gul, eng yaxshi ko'rgan aglaonemalar ichida shu. O'zini akraskalarini ham yo'qotmaydi, yorug'lik bo'lmasa ham. Sal yorug'lik tushib o'tadigan xonalarga ham bemalol qo'yib qo'ysak bo'ladi bu gullarimizni. Bo'ylari mana uzungina, kattagina, yoshini yoshartirayin dedim. Yoshi ulug' bo'lib ketibdi. Chiroyli qilib ekib olamiz. Ham buni ekib olib birdan tuproqqa ekmoqchiman, suvga solmoqchi emasman. Tuproqqa ekkanimda ham ko'rsataman, ildizlab qopti. Bular kichkinaroq varianti. Buni tagidagi shirasi ketdi. Aglaonemani juda beozor aglaonemalarimiz. Hamisha yog'ochlashgan joyidan kesib olamiz. O'zini mana tomirchalari bor. Buni olamiz chetga. Mana idishlarimni tayyorlab qo'yibman. Bo'ylari uzun bo'lgani uchun salgina kattaroq idishlar. Juda chiroyli gulimiz. Hammangizga tavsiya qilgan bo'lardim mana shunday chiroyli gullarni o'stirishda. Aglaonemalarda ichida eng beozori desam ham bo'ladi. Qishda issiqroq joy ta'minlab beramiz, yozda esa soyaroq joyda tursa bo'ldi. Tikka quyoshga yaramaydi, lekin barglari kuyib qolishi mumkin. Soyaroq joy ta'minlab berasizlar. Dorilardan Empika 20-20 ni beraman. Kemeralux beraman. Gullarimga qanday doridan bersam, bularga ham bir xil dori beriladi. Alohida dori bermayman. Gummi beraman. Yashillik varianti ko'payib ketaversa ham o'zgacha chiroyli bu. Ko'zimizga bari ham chiroyli ko'rinadi. Shunday qilib, qattiqroq qilib ekib olamiz. Tuprog'im perlit, vermikulit, torf, o'g'il tabletkasidan ezib solganman. Yongan o'tin bo'lagidan solganman. Shu joyga qo'yamiz. Suvni ham juda yaxshi ichadi. Qishda ozroq namligini kamaytirib tursalaringiz bo'ldi. Yozning kunida haftada bir emas, har kuni suvsaydi agar tuprog'ini yengil qilib eksalaringiz. Tez-tez berib turgan ma'qul. Bu Xitoy varianti, golland emas. Qizil aglaonemalarimizda yorug'ligi kam joyga qo'yib qo'ysak, qizilligi yo'qolib, yashil rangi ko'payib ketadi. Bunda unday emas.
yashili ko'payib ketsa ham ozroqgina bo'lsa ham oq dog'lari bo'lib turadi. Ko'zimizga rosa chiroyli bo'lib ko'rinib turadi. Chiroyli qilib ekib olamiz bularni. Konteynerga solaman. Bo'ylari baland bo'lgani uchun. Agar konteyner sizlarda topilmasa, yorug'lik o'tkazadigan zich paketlarga solsalaringiz ham bo'ladi. Faqat qora paketga solmasalaringiz bo'ldi. Issiq joyga qo'yasizlar. Ko'paytirishni aprel oyidan boshlasalaringiz ham bo'ladi. Suvga solib qo'ysalaringiz ham beyor. Tez tomir chiqaradi. Agar qishda xonangizda harorat bir xil bo'lmasa, ko'paytirishda maslahat bermasdim. Yoz faslida, bahor kelgandan ko'paytirsalaringiz juda yaxshi bo'ladi. Shunday qilib qattiq qilib ekib olamiz, qimillab qolmasligi uchun. Yomg'irli suvdan olib qo'yganman bularga qo'yish uchun. Hozir paytda yomg'ir juda ko'p yog'yapti bizda. Qish faslida bir marta qor yog'di. Rosa zo'r bo'lib erigan suvlarni ham olib qo'ydim. Kerakmas idishlarga to'ldirib mazza qilib qor suvlaridan ichib olsin deb pechkalarni oldiga qo'yib qo'yibman. Iliqroq holda beraman gullarimga. Olib kelib solib, yaqday suvni bermayman. Tomirlarida chirish paydo bo'lishi mumkin, sovuq urishi mumkin. Barglarda dog' paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun uyga bironta idishga suv kirgizib qo'ysalaringiz juda yaxshi bo'ladi. Qo'limda ishlashni yaxshi ko'raman hamisha. Umuman qo'lqop kiyib ishlashni xohlamayman. Gulni his qilib, tuproqlarni his qilib maza qilaman. Bizda qishloq sharoitida огород bor, hovlichamiz, gul ekaman. Maza qilib hovli gullarini qo'lqopda ishlamayman hech. Shu tuproqni his qilib tursam, gullarni, barglarni his qilib, mana shunday ushlab ekishni yaxshi ko'raman. Hozir qish bo'lgani uchun огородda faqat geran, pelargoniya gulimizdan boshqa gullar yo'q. Keyin esa siren. Gullarimizdan bor. Chiroyli qilib ekib oldik. Endi bularga yomg'ir suvi, ozgina fitosporinli suv. Faqat shu aglonemalarga fitosporinli suv, ozgina 1-2 tomchi. Suvimiz mana shunday rangga kirguncha, juda ko'p emas. Agar ildizlatishga qo'yayotganingizda ham ozgina fitosporinli suv solib yuborsalaringiz ham bo'ladi. Chunki ildizlatayotganda ham chirishni oldini olar ekanda, suvga solib ildizlatayotgan gullaringizga. Tuprog'i kamroq bo'lib qolibdi. Ozgina tuproq solamiz. Buni ko'paytirgan shu aglonemalarimizni oldiga konteynerga solib qo'yamiz. Birgalikda ko'klaydi. Hammasiga suv qo'yib olaylik, to'yib ichib olsin. Shu namligini konteynerda tursa yo'qotmaydi. Qayta suv qo'ymaysizlar. O'zini namligi tomir otib, mana shu stakandan ko'rinib qolmaguncha namlik bermaysizlar. Ochib qarayversalaringiz tomirlashi juda uzoqqa cho'zilib ketishi mumkin. Uzoq bilan 1 oyda ildiz otadi. Stakanlardan ko'rinib qoladi. Shuning uchun hech qachon qayta tomirladimikan, ildizladimikan deb
ochib qaramaysizlar. Shu vaqtini, soatini ko'paytirgan kuningizni yozib qo'ysalaringiz, betiga skotch bilan yopishtirib, yodlaringizdan chiqmaydi. Yorug'lik o'tkazadigan salofanga eksalaringiz-ku juda yaxshi. Birdan zo'r bo'lib ilizlagan tomirlarni bemalol ko'rib turishlaringiz mumkin. Hop, bu gullarimiz endi ildizni suvga to'ldi. Tuprog'i. Bular endi ozgincha suvni yaxshilab yurib tursin. Men sizlarga oldinroq ko'paytirgan Aglaonema Diamond Burst sortini suvga ham solmadim, shunchaki kesib oldimda. Tuproqqa ekib, salofanga solib qo'ydim, paketga. Sizlarga ko'rinsin, yaxshiroq qo'yay. Buni endi ildiz otganini sizlar bilan birgalikda ko'raman. Bir oycha bo'lib qoldi. Mana namligi ketgan yo'q, suv qo'yganim yo'q. Mana usti salgina qurigan, og'zini ochib qo'ydim. Sizlarga ko'rsataman deb, lekin ichidagi namligi joyida. Bismillahirrohmanirrohim. Ko'raylikchi. Lekin ildizi ko'rinmagan. Sizlarga bir ko'rsatay dedim. Kattaroq stakanga ekib qo'yibman. Bularni salgina kichkinaroq ildizi chiqishi uchun stakanga ekish kerak. Mana. Ko'rinyaptimi sizlarga? Juda yaxshi tomir otibdi. Yaxshi natija. Pishgan shoxidan kesganman mana. Kichkinagina bolachasi. Ikki olamiz. Qani bunisini ko'ramiz. Namligi yaxshi. Holi yana qayta namlamayman. O'zini shu namlik holida turadi. Yana salofan paketga solib qo'yaman. Bunimiz holi endi ildiz chiqarib boshlabdi, ko'rinyaptimi? Oppoq bo'lib. Mana. Natijamiz juda yaxshi. Ildizlar. Buni endi chiroyli qilib ekib olamiz. Shunday qilib aglaonemalarimizni ko'paytirib olib, sovuq qilsak ham bo'ladi. O'zimiz uchun chiroyli tuvaklarga ekib o'stirsak ham bo'ladi. Bunimizni ekib qo'yamiz. Tuproqda ham o'stirsak bo'ladi. Suvga ham solsak bo'ladi. Suvga solgandan keyin tuproqqa ekamiz, tomir chiqqandan keyin. Agar birdaniga nimaga eksak ham bo'lar ekan mana tuproqqa. Buni ham joyi ochib olay, tomirlari sinmasin. Sizlarga ko'rsatay deb ekilgan joyidan chiqarib oldim. Kattaroq qilamiz. Chiroyli qilib ekib olamiz. Ozroq chuqurroq qilishimiz kerak ekan. Yoshlari o'tib, tagidagi barglarini tashlab, xunuklashib qolgan aglaonemalarimiz shunday qilib ko'paytirib olsak bo'lar ekan. Ham tagidan beozor tez detga berib ko'payib ketadi. Ularni ham kesib yana ko'paytirishga qo'yib yuborsak bo'ladi. Mana shunday. O'zini salofaniga solib qo'yaman. Qaytarib, mana shunday yorug'lik o'tadigan salofanlarga solib qo'ysak ham bo'ladi.
agar konteynerimiz yo'q bo'lsa, konteynerlar ham falon pul. Biz gulchilarni olishimizni bilib, shu konteynerlarimiz ham kattalari ham rosa qimmat bo'lib ketgan. Kichkinalari kichkinalik qiladi. Mana shunday qilib skotchlab qo'yamiz. Shunday chiroyli bo'lib o'sadi. Gullarimizni endi konteynerga solaman. Foydali bo'lgan bo'lsa sizlarga ham xursand bo'laman. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.